Assalomu alaykum. Bugungi haftalik tahlilimizga xush kelibsiz. Bugungi tahlilda, ya'ni 12 apreldagi tahlilimizda HowUSD ga mana shu kelayotgan yangi haftada nimalarni kuzatishimiz mumkin va nimalar bo'lishi mumkin, xuddi shu haqida demak sizlar bilan gaplashib o'tamiz. Bo'lmasam, men sizlarni ekran qarshisiga bitta popkorn yoki bo'lmasam haligi semichkani olib chaqib mana shu tahlilni ko'rishinglarni taklif qilib qolaman. Endi hozirgi turgan time frame'imiz bizda haftalik time frame. Agar meni mana shu goldda mana bu nuqtada turgan vaqtidagi bergan analizimga e'tibor beradigan bo'lsanglar, nima edi bizda? Agarda bizda narx shunaqa ko'rinishda, ya'ni mana shu yerdagi haftalik shamchamiz tanasi bilan yuqorida kuchli yopilib beradigan bo'lsa, nima bo'lishi kerak edi? Narx yana dalshi yuqoriroqqa borishimiz kerak edi-da. Misol uchun hozirgi vaziyatni olib qaraydigan bo'lsak, bizga ozgina qiyinroq bo'lishi mumkin mana bu holat, ya'ni mana bu maksimumni yechib yuborish nerealniy bo'lishi mumkin. Lekin mana shu rangeimizni 50% gacha bizda 50-60% gacha ham desak bo'laveradi. Potensial bor, ya'ni narxni olib borib berish. Endi mana shu narsani sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Demak, buni yaqin kelajakda ko'ramiz deb o'ylayman. Ya'ni 1-2 oy ichida mana shu maksimum darajani yangilashi mumkin, lekin mana shu kuchli maksimumimizni yangilashdan oldin narx bizga mana bu nuqtalarda, demak, mana shu diapazonda o'zida katta ehtimol bilan bordi keldi qilib yursa kerak yo'g'alar. Ya'ni bunaqangi уже maksimum darajani bittada yechib yubora olmaydi va bizga kuch kerak bo'ladi, ya'ni mana bunaqa ko'rinishda va undan keyin уже bum bitta buz bersa kerak. Ya'ni ham bu narsani vaqt ko'rsatadi. Endi bu meni shaxsiy fikrim, kuzatishlarim natijasi deydi-yu. Xullas shunaqa. Xo'p, bizda hozir mana bu nuqtadagi sell side darajamiz yechilganini hisobiga bizda juda chiroyli orqaga korreksiya sodir bo'ldi. Endi biz hozir mana shu yerdagi haftalik time frame'dagi FEG da turibmiz, ya'ni imbalanceimizni ichida turibmiz va narx mana shu 50% ga kelyapti, lekin mana shu 50% ni buzib o'tib keta olmayapti. Xo'p, undan tashqari mana bu nuqtada bizda yana darajalarimiz bor, ya'ni narxni qaytarishi mumkin bo'lgan. Kunlik time frame ga olib o'tadigan bo'lsak, kunlik time frame da nimani ko'rishimiz mumkin o'g'alar? Bizda demak tashlab ketilgan imbalancelarni narx yopib kelyapti. Undan tashqari mana bu nuqtaga e'tibor beradigan bo'lsak, ya'ni bitta maksimum darajamiz yangilandi. Yangilangandan keyin mana shu maksimum yangilangandan keyin bizda hozir korreksionniy holat sodir bo'lish ehtimolligi yuqori. Ya'ni hozir mana kichkina time frame ga olib o'taman. Undan tashqari yana bir narsani aytib ketaman. Men mana bu nuqtani yechilishini kutaman, aynan mana shu buy side nuqtamizni va mana bu FEG gacha menimcha harakat kutsam kerak. Mana shu zonaning ichiga kirishga bu mana keyingi haftalik asosiy target nuqtam bo'ladi. Endi 4 soatlikka olib o'tadigan bo'lsak, 4 soatlikni nimani ko'rishimiz mumkin? Bizda juda chiroyli nakopleniya, maksimum darajasini yangilanishi mana bu nuqtada 4 soatlik time frame da, ya'ni buzib o'tilishi va undan keyingi bizda korreksionniy holat. Men to'g'risi o'tgan hafta kutgan edim mana shu nuqtaga demak chiqishini, lekin bizda nima bo'ldi? Bizda narx bir muddat mana shu yerda o'zida qolib ketib qoldik. O'shani hisobiga demak hali buzib o'ta olmadi va mana bu yerda bizda sell side nuqtamiz bor, ya'ni ichki likvidligimiz bor. Buni ham belgilab olamiz. Hop, qanaqa ssenariy bo'lishi mumkin? Bu narsani sal pastroqga tushirib olaman ekan. Uzr, o'g'li. Hop. Bizda mana bu yerda mana ichki likvidligimiz bor. Undan tashqari order blokimiz mavjud bu yerda. 4 soatlik H4 deb olamiz. Hop. Undan tashqari bizda nima bor? Bizda mana bu nuqtada FEG imiz, ya'ni kichkina FEG chamiz qolib ketgan. Mana shu holatda. Xo'p, endi 1 soatlikka olib o'tamiz, ya'ni zonalarni kichraytirish uchun nima ko'ryapman bu nuqtada? Bu nuqtada bizda
Demak, OB'imiz mana bu nuqtada bitta aktual. Mana shu zonani o'zida, ya'ni bu yerdagi adashmasam M15 yoki bo'lmasam M30 time frame'da bu yerda breaker blokimiz mavjud. Mana shu nuqtadan chiroyli javobini olgan va bu yerda bitta order blok tashlab ketgan 1 soatlik time frame'da. Undan tashqari mana shu holatga e'tibor beradigan bo'lsak, biz bir necha marta harakat qildik mana bu maksimum darajasini buzib o'tishga, lekin hozircha bunchalik potensial topa olmayapmiz. O'shani hisobiga narx bitta mana bu nuqtaga tushib turib, mana shunaqa ko'rinishda menimcha katta ehtimol bilan demak yuqoriga harakat qilishi mumkin. Mana bu nuqtaga FEG ga ham desak bo'laveradi. Va mana shu FEG ga chiqqandan keyin endi ko'ramiz to'g'risi. Pastga qaytadi demayman, lekin baribir pastga bitta qaytib berishimiz kerak bo'ladi. Chunki mana bu nuqtalarda ham bizda likvidliklar joylashib qolgan. O'shani hisobiga baribir bitta test bo'ladi deb hisoblayapman. Hech bo'lmaganda mana bu 4500 darajalargacha. Xo'p. M30 ga tushamiz. M30 ga tushadigan bo'lsak, M30 dagi demak order blok nuqtamiz bu yerda. Xo'p. Demak mana shu daraja ekan holi. Uni yana ham kichraytirsak bo'ladimi? Yo'q, shuni o'zi ekan. Shuni o'zi. Vot. Mana shu darajalardan menimcha buy kutaman. Va nimaga endi bu nuqtani men olyapman? Sabab bu yerda o'tgan haftada likvidliklar joylashib qolgan, ya'ni equal low'larimiz mavjud, ikkita teng minimum darajalarimiz va mana shu minimum darajalarni bitta yechgandan keyin bozor ozgina kuch to'plab olib, ana o'shandan keyin mana bu maksimum darajalarni yechadi deb hisoblayapman. Yana ham ko'ramiz. Men sizlarga mana shu kunlik tahlillarda chiqarishdi, demak harakatida bo'laman kunlik har kuni. Va sizlar ham podдержкаdan to'xtamaysizlar degan umiddaman. Bo'lmasam barchaga omad, kelayotgan hafta barchamizga omadli va barokatli kelsin. Asosiysi like и komment desanglardan chiqazib qo'ymanglar. Rahmat hammaga.